Assalomu alaykum barchaga. Qo'shiqchi Yulduz Usmonova haqida gap boradi. Xullas, meni bilishim bo'yicha qo'shiqchi Yulduz Usmonova Isroilni falastinliklarga qarshi olib borayotgan genotsidini tanqid qilgani uchun Nyu-Yorkdagi Isroil lobbichilari Yulduz Usmonovani konsertlarini bekor qilgan. Yulduz Usmonovani tanqidlari juda ham o'rinli. Bu haqida ushbu mashhur yahudiy olim o'z kitobida aytib o'tadi. Endi Nyu-Yorkdagi Isroil lobbichilari Yulduz Usmonovani konsertini bekor qildi. Bundan umuman hayron bo'layotganim yo'q, chunki Isroil lobbichilari butun dunyo bo'yicha juda ham kuchli lobbi hisoblanadi. Xo'sh, nazarimda qo'shiqchi Yulduz Usmonova mana shu mashhur yahudiy olimlarning kitoblarini o'qigandek bo'lib ko'rinyaptilar. Juda ham zo'r. Xo'sh, xullas kalom, bu kitob Ilan Pape yahudiy olimi tomonidan yozilgan. 10 Myths About Israel. Isroil haqida 10 ta mif. Bu kitobdagi asosiy argument shunaqaki, Isroil bu apartheid state, ya'ni apartheid degani aholini irqiy, hududiy, ijtimoiy, iqtisodiy va fuqarolik huquqlaridan mahrum etish. Ya'ni san falastinlikmisan, demaksan odammisan, san eshaksan, san o'ldirilishing kerak. San yahudiymisan, demaksan odamsan, san yashashing kerak. Xullas kalom, Ilan Pape o'zi asli Isroilda tug'ilib o'sgan, sionist bo'lgan, armiyada xizmat qilgan, tarixga qiziqqani uchun Oxford universiteti dunyoda 5 talikka kiradigan, O'zbekistondagi kontekst uchun aytaman, O'zbekistondagi hech qaysi universitet mintaligiga kirmaydi, lekin Oxford universiteti dunyoning 5 taligiga kiradi. O'sha universitetda tarix bo'yicha PhD qiladi. Xullas kalom, vatani Isroilga qaytib keladi. Qaytib kelib arxivlarni ochadi, titkilaydi, shu xulosaga keladiki, Isroil bu apartheid state, ya'ni o'sha boshqa mamlakatni ustiga qurilayotgan noqonuniy davlat deb e'lon qiladi. Bu universitetga yoqmaydi, Isroilga yoqmaydi, natijada u tenure ololmaydi. Tenure ololmadi degani universitetga kerak emas odam degani. Keyin hozir shuning uchun ham Britaniyada o'z faoliyatini olib boryapti. Bir qancha kitoblar muallifi. 10 Myths About Israel. Isroil haqida 10 ta mif kitobi. Xo'sh, Isroil lobbichlari dunyodagi eng kuchli lobbilardan bittasi. Bu haqida kitob ham yozilgan. Kitobning muallifi John Mearsheimer, University of Chicago, dunyoda 20 taliga kiradigan universitetda professori. Bu kishi ham yahudiy, sionist bo'lgan, Amerika armiyasida xizmat qilgan. 2007-yilda shu kitob chiqqan, chunki kitobdagi asosiy argument shunaqaki, Amerikadagi siyosatchilar Amerika xalqini manfaatini emas, balki Isroil manfaatini ko'zlab qaror chiqarishadi. Bunga sabab Isroil lobbichilari, katta yahudiy sionistlar Isroil Amerikadagi kongressdagi deputatlarni, siyosatchilarni o'ziga sotib oladi, pul beradi. Shuni hisobidan Amerikani tashqi ishlar siyosatini yurg'izishadi deb shu kitobni chiqargan. Men o'zim to'g'risi hayron qolaman, chunki 2007-yilda yozilgan kitob. Agar yahudiy bo'lmagan boshqa odam shu kitobni yozganida ishdan haydalgan bo'lardi o'sha zahotiyoq. Shu endi nima desam bo'ladi? Men o'zim Yulduz Usmonova unaqa fanatlari emasman, chunki o'zbek san'ati, show biznes emas, o'zbek san'atini osmoni yulduzlarga to'la. Lekin Yulduz Usmonova haq gap aytibdilar. Isroil lobbichilari, kuchli Isroil lobbichilari ularning konsertlarini bekor qilganidan umuman hayron bo'layotganim yo'q. Agar qaysidir o'rtog'inglar, qaysidir hamkasbinglar yo'q, Yulduz Usmonova noto'g'ri ish qildi, chunki bo'xton bu desa, mana shu kitoblarni tavsiya qilarsizlar. Hammamizga omad.